O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonuni qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tashqi reklama vositalarining faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi 104-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Buxoro shahridagi o'sha tashqi reklama vositalari, ya'niki bular amaldagi qonunchilik talablariga zid bo'lgan tashqi reklama vositalarini bugungi kunda bartaraf etish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Buxoro shahrining Ibn Sino hamda Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chalari bo'yidagi tashqi reklama vositalari ayni paytda tartibga solinyapti. Aytish joizki, O'zbekiston Respublikasining o'sha davlat tili to'g'risidagi qonuni qolaversa, reklama to'g'risidagi qonunda har qanday reklama vositalari birinchi navbatda davlat tilida yozilishi belgilangan. Qolaversa, yana bir jihati tashqi reklama vositalari agarda ular 1 kvadrat metrdan kattaroq hajmda bo'ladigan bo'lsa, ular belgilangan tartibda alohida pasport bilan rasmiylashtirilishi kerak. Mana shu qoidalarga rioya qilinmagan har qanday reklama vositalari esa qonunchilikka zid hisoblanadi hamda ular belgilangan tartibda demontaj qilish choralari ko'rilyapti. So'nggi 3 kunlik davomida Buxoro shahridagi mana shu Ibn Sino hamda Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chalari bo'ylaridagi 200 dan ortiq tashqi reklama vositalari joyida demontaj qilindi. Qolaversa, tadbirkorlarga mana shu o'zlarining reklamalarini tartibga solish borasida 40 dan ortiq holatda ularga yozma ogohlantiruv xatlari berildi.